Samolyotda kelishda menga birinchi yoqmagan narsa, men endi 8 kilo ruchnoy bilan yuribdim, bagaj olish esdan chiqib qolibdi. 3 kilo oshiqcha chiqib qoldi. 3 kilo oshiqcha. Endi o'zinglar 8 kiloga sig'madi. 3 yil Rossiyada yurgan odam 8 kilo, g'am tashvishini o'zi ham 8 kilodan ko'p bo'ladi-da. Qanday 8 kilo sig'diraman? 3 kilo oshiqcha sig'ib qoldi. Men pul to'ladim mashinga 3 kiloga, ishonasizlarmi? 3 kiloga pul to'ladim. Oldimda bitta 100 kilolik aka men bilan uchdi. 100 kilo. Men 60 kiloman. Mendan oshiqcha 40 kilosi bor. Aka pul to'lamadi 40 kilosiga. Tushunyapsizlarmi? Samolyot akani 40 kilosi bilan tushib ketishi mumkin emas ekanda, men o'zimni 3 kiloyim bilan qulatib qo'yaman ekanda, yerga sanchib qo'yaman ekan samolyot. Bu nima degan narsa? Xuddi haligi opa derazani tagida o'tirib olib, Jabirmen opa yana uchrashdim. Men yaqinda rekord qo'yaman, g'amgin uchish bo'yicha. Uka biz birinchi qilyapmiz, zashida keta oling deydi. Chiqmay qo'ya olmaysizmi? Piyada ketmaysiz mashina o'rniga. Siqilib uchdim hali. Samolyot qulab tushishini umuman o'ylamayapman. Naborot qulab tushsa ham ona opa ham birga ketadi men bilan deb, ashuni o'ylab keldim mashadani.